Do'stlar, Captiva so'raydigan do'stlarimizga mana ma'lumotini so'raymiz. Ukamizdan. Uka, ma'lumotni. 2013-yil Aha. Captiva 3 S5 230 ming yurgan. Bir dona krылоsi kraska bor. Klient taraf oldida. Oldi krылоsi kraskasi bor. Ha, yon kelin tomondan oldisida. Aha. Polish chexollari bor. 330 dan metan gazi bor. Pokoleniya. Yumshoq bola. Zavodskoy 3. Zavodskoy 3 qanaqa qilinganmi? Jemchuk. Oq jemchuk deydi. Xo'p, endi narx navosi. Oka puli 11,5 ming ozgina o'tib beramiz. Do'stlar, General chiqadi. General beramiz. Dokument generalniy bo'ladi. Xudo xohlasa, Polisali general. xudo xohlasa kelishib qolinsin. Xo'p, telefon raqamlar 90 797 59 59. Do'stlar, men yana bitta takrorlasam yodib ketadi. 90 797 59 59 aloqaga chiqib, agar bir tomonidan aytilmay qolgan, motor uchli-ya buni. Motor. Captiva'ning motorlari haqida ma'lumot olganmisiz? 3 bo'ladi, 3 li motor bo'ladi. Rasxotini ham qiziqishgan mana bu so'raydi obunachilarimiz. Oka o'zi 11 rasxot qilibdi. Pasti Malibu bilan deyarli bir xil hisoblasak bo'ladi. Bir xil. Menga ko'proq bo'lsa kerak. Malibu 2 turi, bu 3.2 deyapsiz, to'g'rimi? 3 li motor. Bu bab ko'proq yelkan, ha? Shunaqa. Demak, Malibuga bir 10 ta, usog'i bilan 12 ta 10 ta hisoblasak bo'lar ekan aytganimiz. Bunda 14 tagacha. 14 tagacha, to'g'ri, buniki balandroqda bor ekan. Hop, oka 2011-yil 75 ming yurgan. Bu bir qo'l salondan chiqib bir kishi mingan, bitta hojakamdan oldi. Kraskasi bir dona orqa krılosida kraskasi bor. Klient shopir taraf orqasida. Propan gazlari bor, pokoleniya. Yurgan holo, xolos 75 ming yurgan. Yumshoq dollarlar. Kam yurgan ekan, ha? 75 ming o'zini yurganini ko'rsatib o'lchaydi. Kam yurgan do'stlar, yani kam yurgandan topib beryapmiz. Gap yo'q, shu yerga bitta chiroyli qilib layk degan narsa bor. Xudo xolasa motor, hadovoy, kraska hammasini ko'rsatib olib, notariusga berishadi. Xudo xolasa tekshirtirib olib, ko'ngil xotirjam qilib notariusga pul sanasanglar bo'ldi. Ma'qul kelib qolsa. Pulini qancha dedingiz hozir? Oka puli 11 ming dollar bu ham tushib beramiz 11 mingdan. Xudo xolasa standart ekan, yaxshi, o'zlari yaxshi haligi. Ham kuymasin, kaob ham kuymasin. Deydi-yu. Xudo xolasa yaxshi narxda ekan. Ukamiz bilan gaplashyapmiz, mashinalarni olyapmiz. Chiroyli narxda. Gaplasang chiqishaveradi mana. Yaxshi narxdaligini bilasan-da. Xudo xolasa bo'ldi, mashina ham kelyapti ekan, chekka chiqib qolaman. Raqam boshqa qo'yamiz. Bo'lsin. Raqam boshqa qo'yar ekanmiz. Bu aytavering. Hop, oka 90li 555 92 52. Ana. Xudo xolasa ekranga ham chiqaramiz do'stlar, telefon raqamini. Hop, Captiva 2 to'l qilingan ekan. Yil 2011. Mashinaning ichki holati, monitor almashtirib qo'yilgan. Ichki holatiga nazar tashlaydigan bo'lsak, operatorimiz chiroyli qilib syomka qilyaptilar. Qirilgan, chizilgan joylarni ko'rmayapmiz-a? Yaxshi holati, qolgan ma'lumotlari, dalshi yurgani 129 ming ekan. Kraskasi do'stlar toza, kraskasi toza. Gazi propanda. Narxini 10.700 deyapti, kami bor do'stlar. 10.700 kami bor. Telefon raqam 93 942 0000. Do'stlar, qo'ldan kelgancha tez ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilyapmiz. Bu mashinalarni o'sha aytilgandek, yana kelib xohlagan ustinglar bilan tekshirtirib, minib ko'rib, notariusda pulini sanab beraverasizlar. Ma'lumotni qo'ldan kelgancha beryapmiz. Biz ma'lumot beruvchi, o'zingizlar ko'rib pulni sanab oluvchi. Do'stlar, navbatdagi Captiva'miz rangi oq. Captiva 1 to'r qilingan. Yili 2008-yil. 125 ming kilometr bosib o'tgan mashina. Propan pokoleniyasi bor. Gaz. Nima deyilishdi? Bagajda petnosi bor do'stlar. Bagajda petnosi bor ekan, tekshirtirib olishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, 9200 so'ralyapti ekan, albatta o'tib beriladigan
joylari bor. Telefon raqami 93 942 0000. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar. Biz tomondan so'ramay qolgan ayrim kamchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, so'rashinglar mumkin. Mashina holati. Ichiga bir qarab qo'y. Mana, ichiga o'tdiki. Xo'p. Mashina holati keladigan bo'lsak, yaxshi. Bunda displeylar bo'lmasa ekan, to'g'risi Captiva'ni mana endi qiziqib ko'ryapman. Captiva haqida ma'lumotga ega bo'lgan do'stlarimiz uni nima deydi, rasxoti yo qanaqadir komplektatsiyalar biladigan bo'lsanglar, yozib qoldiring. Kim uchundir qiziq bu narsa. Mana biz ham sekin so'rab, qaytida nima bor, mana unisi nima ekan, ana unisi nima ekan deb so'rab o'rganib olyapmiz do'stlar. Yaxshi, ko'zimiz bilan ko'ryapmiz, xolis. Biz ham bir tomoshabin sifatida yaxshi, salon yaxshi holatda qirilgan, chizilgan, ayb nuqsoni yo'q. Bo'ldi-ku. Jetourdan ham chiqib qoldi do'stlar, bilaman. Jetourga qiziqadigan do'stlar ham bor, Captivaga ham, Malibuga ham, hamma mashinaning o'z ishqibozi bor. Ma'lumotini olamiz ukamizdan. Hop, aka Necha kechib qolamiz degan 2023 mashina kelyapti ekan. Aha. kraskasi top toza 47 ming yurgan gibrid. Aha. Full komplektatsiyada. Eng oxirgisi. Hop. Kraskalari top toza. Puli aka 22 ming dollardan ozgina o'tib beramiz. 22 Deb ming. dokument bo'la. Hop, buni endi yurishlarini, tokka qanaqa rasxod, benzinga qanaqa rasxod, 150 kilometr tok yuradi. Mhm. Benzinda 4 ta, 5 ta. Zapasli xodlari qanaqa bo'lardi? Buni bilmasmidingiz zapasli xodlarni? To'g'risi qiziqib ko'rmam. Bu kecha payt kelgan mashina. Aha, to'g'ri. Zapasli Benzinda 4 ta, 5 ta rasxod qilibdi o'zi yuziga. Zapas bo'ldi 200 bergan. Tokka. shunaqa bo'ladi-da, zapasli xoddan baribir nima bo'ladi-yu, Bizda aytilganda raziyasi raziyasi bo'ladi. bor-da. 150 yurib Men bersa ham bilmasdim ham to'g'ri, shu akalar bilan elektromobilga gaplashganda shu zapasli xod nima, o'zi yurgani qanaqa bo'lyapti, o'shani sekin so'rab o'rganib olyapmiz biz ham to'g'risi. Telefon raqam 90 797 59 59. Ha, yoddan bo'lib qolibdi. Ha, yod aytyapman, vashi turda turgizganda ham masha ukamdan deyman-da. Nomerni ham so'rayman-da. Keyin narxlarni hamchi bittada aytadigan bo'laman-da. 11 12 qilib kelaman-da. Narxini babuni ham olib qo'ying, babuni ham deb. Bozorda yursang qiziq holatlar bo'laveradi-da. Bobik, buh deb. Narx qancha dedik? Okey, 22 ming dollar ozgina o'tib ham beramiz. Do'stlar, narx aytildi, yana bir so'rab qo'yapmiz. Tak. Do'stlar, Tracker bir ham qo'shib ketamiz. Tracker 1. Kim uchundir qiziq. Qiziq emas bizga deydiganlar uchun emas. Uka ma'lumotni chotki qilib, Ma'lumot aka 2020 yili. aha. Kraskasi top toza. 28 ming yurgan. Mo'shta tiniq idealniy holatda turibdi. Yumshoq toza bo'lani ham bor. Nasiya savdo ham bor. Yarim pul beramiz deysa, nasiya savdo ham qilib beramiz. 7 ming, 5 ming puli bor ham. Xo'p, o'zini puli qancha bo'lyapti? 14 ming aka. 14 ming bo'lyapti. Endi boshlang'ich qancha puli bor bilan chiqsa bo'ladi deding? 7 ming puli bor bilan 7 ming, 8 ming puli bor bilan chiqadi. shunal 7-8 ming atrofida puli bor do'stlar. Egalari bilan halol nasiyaga chiroyli qilib variant qilib berishar ekan do'stlar. Bu tomoni ham bor. Ya'ni bu sizlarning uchun, qulayligilar uchun shunaqa yo'l qilib qo'yishibdi-da do'stlar. Pulini ayting, telefon raqamini takrorlaymiz. 91 dan 359 99 19. Xo'p, menimcha boshqa ma'lumot qolib ketmadi. Kraskalarni ayting. Top toza kraska. Kraskalar toza, zo'r. Bu jo'ski emasmi? Yo'q. O'tirib ko'rgansiz yumshog'a. Yumshoq. Rasxoti ham 7 litrgacha. Yo'q, buni rasxoti motor necha bo'lardi buni? 2 ton. Mayli, bu bir bilan bir xil ekanda. O'tib ketaveramiz ikkisiga uka. Mayli, bu ikkisini beraverasan ma'lumotda. Malibu 2018 Aha. 30 ming yurga kraskasi top toza. Qanaqa u atmosferdimi, turbomi? Shuni ham aytib ketdik. Atmosferli, 2 ton atmosferli. Aytov, dalish ketdik. Yili Yil aytdik. 2018 30 ming yurga 2 ton atmosferli. Hamma narsasi bor. 30 ming yurganmi? 30 ming yurga. Kam yurgan bo'lish kerak. Deganlar uchun mana dalshi Sostiyanasi cho'tki, yumshoq yuradi. kraska toza deding. Kraskasi top toza. Zapaska bolalar tushmagan. Aha. Idealniy holatda turibdi mashina. Hop, aqchasi qancha bo'lyapti endi? Soqqasi Soqqasi 24 ming kam bor.
24 ming kami bor Bu ham do'stlar. Nessiya savdo qilib beramiz. 15 million to'g'ri puli borga Nessiya savdo qilib chiqasiz beramiz. Qancha oyga mo'ljallab qilib beryapsizlar? Kelishamiz, bir yilmi, kelishib yarim yilmi, 8-9 oymi? 5-6 oy bo'lsa kelishaysiz. 5-6 Egalar o'zlari bilan kelib gaplashib, tushunarli do'stlar, kelinglar, yuz issiq, ko'z issiq, gaplashib qolsanglar, rosa madori degan joylari bor. Chiroyli qilib yo'lida qilib berishsa, muddatini ham gaplashasizlar, pulini ham gaplashasizlar. Yaxshi holat mashinalar. Ko'z tegmasin, sizlar uchun chiroyli holatdagi mashinalarni chertib ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Ma'lumot beraver akalarga.